Iskanlar aka, Biz aka. kesishda ham ko'zga qarab kessa bo'ladi, qanaqa shox kerak bo'lsa, Bo'ladi. kerak tomonga qarab turib, o'rtaga ko'zga Endi qarab. sizga bitta fikr aytaman. Bizda Toshkentda shunaqa bog'lar ishlaydi. 300 mingta daraxt. Ko'ziga qarab o'tirsak bor, uni kesa olmaysiz deydi. Misol uchun men yana fikr aytaman. Men siz tushundim savolingizni. Mana bunaqa fikrlar ham bor-da. Shoxni tekis kesmagin, bundoq kesgin degan fikrlar ham bor. 300 mingta daraxt har birida kamida 5-6 ta kesish chiqsa, 5 ga ko'paytirsangiz 300 mingni 1,5 million marta kesish bor-da. Har bittasi bundoq qilib o'tirsak qachon kesib bo'lamiz? Masalan bizda mana shu fabrikada bo'lsa, mana ushlab turib shatdan kesilgan. O'sha paytda. Shu savolni berma. Ha, to'g'ri. Pindizni oldan kelsa tashqariga yo'nalish. To'g'ri, bu yaxshi. Lekin bitta fikr ham bor-da, qarab. Siz mana buni tashqariga qo'yib olasiz. To'g'rimi? Mana shu tushish kerak bu joyi. Bundoq qo'ydingiz. Mana tashqarida. Lekin aynan shu o'sadimi yoki mashti to'rttasi qo'zg'aladimi? Past qo'shib ketishi mumkin u. Qo'zg'alib ketadi. Qo'zg'aladi. Bitta buni o'smaydi, bitta buni o'zi tashqariga ketmaydi. Buni qolib ketishi mumkin. Qolib ketishi, Yashil. pastaga yo'g'onashi mumkin. Yashing. Shunaqa ekan. Nima keragi bor bunga vaqt sarflab hozir tashqariga qo'yib. Undan ko'ra bir xil qilib kesib ketaveringda, mana bitta 4 ta o'sganda keraklisini tanlab oling. Buni o'sib ketishiga hech kim kafolat bermaydi-da. Kafolat bermaydi va aynan buni o'zi o'smaydi. Mana bitta yana sizda tanlov bo'ladi 3 ta 4 ta. Pastel o'sib ketadi. Mana misol uchun faraz qilinglar, men bundoq qilib kesib qo'ysam, mana ichkari qoldi. Uni kelib turib yetishi mumkin. Ichkarini qo'ydim, bu yoqqa o'sadi. Uzr, mana bittadan ham o'sadi, men buni olaman, men buni qoldiraman. Nima qilaman hozir vaqtimni kurtagini qidirib o'tirib tashqariga. To'g'rimi? Buni payvand qilishda kurtak payvand qilgan yaxshimi? Iskana qilgan, iskana bilan ko'paytirgan yaxshimi buni? Shunday olsa bo'ladimi? Ko'chat qilmoqchimisiz yo bog'da Yo'q, to'g'irlash? shu ko'chatiga. Ko'chat qilish. Kurtaga albatta. Albatta. Kurtak yaxshimi, iskana yaxshimi? Albatta kurta yaxshi. Bizda hozir iskana ham Iskanani bosh og'rig'i ko'p-da, mana ostini o'dani topishingiz kerak. topish kerak. Yaxshi tomoni, ani birovlar kesib tashlayotganda olib olasiz. Bu zo'r. Buni saqlash kerak. Bu qo'zg'almagan bo'lishi kerak. Buni tanasida suyurganda olib borib qo'yishingiz Hozir kerak. buni borib ko'm qo'ygan bo'lishingiz kerak yerga. Zakiyaga. Misol uchun. Yoki xaladingni saqlashingiz kerak. Endi kurta payvandni buni shunday olib turib, to'g'ri olib borib qo'ya olasiz. Saqlash shart emas. Va buni sizlar ham tasdiqlaysizlar, kurta payvand iskanadan ancha osonroq ushlaydi va o'zi ham oson payvand. To'g'rimi? Bu 95% ushlaydi kurtak payvand. Iskana payvand. Yashing 70% bo'lishi mumkin. Zo'r bo'lsa 80%. Zo'r qo'yganlar 90% ham ushlatadi. Buni kech qolsa Yashing. 1% ham ushlamaydi. Bosh og'rig'i ko'proq buni, yashing. Javobgarligi ko'proq. Shuning uchun menimcha savolingizga javob ber deydi. Men bu ulab ko'rdimda 10% ushladi. Eng zo'r